Assalomu alaykum aziz obunachilarim, xush kelibsizlar kanalimga. Men sizlar bilan bugun Ishmat Muslimbek, siz Muslim Official 01 kanalini tomosha qilmoqdasiz aziz aka-ukalarimiz. Bugungi sanamizga kelsak, 2-avgust bo'ladi, 2026-yil, ya'ni Shartuz Motion bozorida sizlarga qo'ldan kelgancha mashinlarning narxini, dokumentlarini, adreslarini tushuntirishga harakat qilamiz aziz aka-ukalarimiz. Mana mashinamizga kelsak, 11 oy dokumenti bor dedi, tranzitga kelgan, 59 000 somon deyapti, yana muomalasi bo'ladi deyapti hoji akamiz. Mashinada adresi az aka-ukalarimiz Shartuzda bo'ladi. Motorga kelsak, qabirg'a motor 1.8 bo'ladi. Sizlarga o'zi ichki salonlarini polni obzor bilan tanishtirib o'tamiz. Agar qo'ldan kelsa, shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Agar kimdagi reklama xizmatlari bo'lsa, uchastka, ya'ni mashin kimdir biror narsa sotmoqchi bo'lsa, 93 534 04 94 raqamlariga telefon qilsalaringiz menga tushasizlar. Shu telefon nomerlariga WhatsApp ham ulangan, ya'ni private telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Bo'lmasa biz obzorimizni boshladik. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa Opel Zafiramizning obzorini boshladik. Ko'rib turganlaringizda tranzitga kelgan, mashin motori kelsak 1.8 qabirg'a dedi. 11 oy dokumenti bor. Narxiga kelsak 59 000 somon deyapti. 59 000 somon, yana muomala bo'ladi deyapti. Mashinda adres aka-ukalarimiz Shartuzda bo'ladi. Svitini o'zlaringiz ko'ryapsiz, balonlar yangi, 80% sostavida turibdi. Aka-ukalarimiz svitlari normalni, kraskalari chot turibdi, mayda-chuda joylari bor. Ahamiyat bermaysizlar, ya'ni puliga yarasha turibdi aziz aka-ukalarimiz. Bo'lmasa sizlarga mana ichkari obzorlar bilan tanishtirib o'tamiz. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda, mana bismillah. Mashinamiz mexanik turibdi. Mashinamiz mexanik bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda elektropaket. Polni o'zlaringiz tomosha qilyapsizlar. Ya'ni mashinamizda chixol yo'q, chixol qo'yilmagan. Ularda hoji akamiz kelishtirib beradi. Mana mashinamiz har doimgidek mexanik aka-ukalarimiz. Sizlarga bir narsani aytib o'taman. Ya'ni orqaga olayotganingizda orqaga kamera qo'yilgan, ya'ni peret, ya'ni oldiga ham kamera qo'yilgan aka-ukalarimiz. Ko'rib turganlaringizda xudo xolasa. Mashinda yili nechinchi yil? Hoji, mashinda yili 2006. 2006. Mashinda yiliga kelsak aka-ukalarimiz 2006 bo'lyapti. Adresi Shartuzda. Mana polni sizlarga obzor bilan tanishtirib o'tyapman. Oldi salonni ham ko'rsatib o'taman aka-ukalarimiz. Hoji, telefon nomerni aytib o'tasizmi? Ha. Telefon nomerda. Ayting. 93 377 33 WhatsApp do'raman hoji? Hamma nomerda WhatsApp do'ra, birodarlar. Aziz aka-ukalarimiz WhatsApp bor dedi. 59 000 somon deyapti. Savdo bo'ladi 11 oy, ya'ni hujjatni srogi bor dedi. 11 oy bemalol haydaydi dedi. Konditsioner bor aka-ukalarimiz. Bo'lsa biz dalshi syomkamizni davom etamiz. Videomizga like bosib, ya'ni kerakli aka-ukalarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Ketdik dalshi. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda keyingi mashinamiz sotka bo'ladi, ya'ni alyumin svetda tonirovkalar bor. Mashin cho'tka turibdi. Mana orqaga oldiga sizga ko'rsatib beryapmiz. Balonda sostavga kelsak 80-85% sostavda turibdi aka-ukalarimiz. Sizlarga dokumentlarni hammasini so'rab sizlarga tanishtirib o'tamiz aka-ukalarimiz. Mashinda holati toza. Mashin cho'tka holatda turibdi. Hoji, chang guftaysiz hoji? Narx 50,000 ha? Muomala dora. Chand so'lagi mashin? Solish 90. 90. Motor 16 katekay. 4 balon 80%, xadovoy 100%. 1.6 deyapti motorni, ikatik dedi. Dokumenti chanqa dora hoji? Dokument 14 minolab. Hujjati tonirovkash to oktyabr. To oktyabr. Aka-ukalarimiz o'zlaringiz eshityapsizlar. Mashinni tonirovkasi to oktyabrgacha bor dedi. Narxini 50 000 somon dedi, yana savdo bo'ladi dedi. Mashin adres joyda hoji? Shartuz. Shartuz ha. Salonlar bilan tanishtirib o'tamiz aka-ukalarimiz. Ko'rib turganlaringizda mana xudo xolasa mashinamiz mexanikdan bo'ladi. Mashinda holati toza, ya'ni elektropaket dedi. Mashinamiz chixoldan iborat. Ana aka-ukalarimiz konditsioner. Hoji, konditsioner ko'rmaykan ha? Oh. Konditsioner как положено ishlaydi dedi. Aka-ukalarimiz
Ne motor karoka garanti. Hoji telefon numarini bering, faqat WhatsApp bor. 92 92 4 4 142 WhatsApp bor ha? Vale. Aka-ukalarimiz shu nomerlarga telefon qilsalaringiz promo tushasizlar. Karta ham ulangan deydi va yana shu telefon nomerida WhatsApp ham bor deydi. Mashina adresi, shart uzash telefon nomerlariga bemalol telefon qilaverasizlar. Biz darsda davom etamiz. Aka-ukalarimiz keyingi mashinamiz xudo xolasa Opel Astra J, ya'ni HGBga bo'ladi. Alumin svetda ko'rib turganlaringizda mashinada holat cho'tka, ya'ni syomkadan oldin shaxsan o'zim ko'rib, keyin syomka qilyapman. Balonda sastanar kelsak, aka-ukalarimiz 70-75% sastaynib turibdi. Ko'rib turganlaringizda mashinada adres qayerda aka? 8-martda. Narxini qancha deyapsiz? 67 ming ha? Bozor qancha narx qildi aka? Bozor bu yerda so'ragan yo'q aka. So'ragan yo'q ha? 67 ming deydi, ha savdo bo'ladi aka. To'g'rimi? Motor necha bo'lsa buni? Injektor motor. Injektor ha? 1.6 injektor. 1.6 injektor. Dokument qanday aka? 1 oy bo'ldi falan. 1 yil 11 oy ro'parasi srogi bor ha? 11 oy srogi bor deydi dokumentda. Shuna kelasizda bir kalta zavodi bo'ladi. Bemalol haydasalaringiz bo'ladi. Ya'ni diqqoni mashina deydi. Mashinada holat juda ham toza, ya'ni chexoldan iborat. Mashinamiz mexanikdan iborat. Aka-ukalarimiz ko'pchiligingizda injektor deydi. Ya'ni elektropaket polni mashina chexoldan iborat. Men sizlarga aytib o'taman. Mashina toza, mana sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Chashkalari qanday aka? Chashka cho'tkiba? Ko'rsatuvchi hojat yo'q ha? Xullas, mashina biron problemasi yo'q deydi aka-ukalarimiz. Aka, telefon nomerini aytib o'tasizmi? Faqat WhatsApp bor kerak bo'ladi aka. Ayting, rasist nomerni ham ayting, keyin Tojikiston nomerini ham aytasiz. Ya'ni promo telefon qilishga. Ana mashinada holat aka-ukalarimiz, ya'ni obunachilarimiz so'radi, Lacetti chiqar degan aka-ukalarimizga mashin bozorga bugun Lacetti mashin yo'q. Shaxsan men o'zim qarab ko'rdim obunachilarimiz uchun aka-ukalarimiz. Ya'ni mashinning nomerini yopib qo'yibdi. Nasak suvchi deb shoferni o'zi yopib qo'ydi. E'tibor bermaysizlar aka-ukalarimiz. Aka, telefon nomerini ayting, Tesildi aka. Aka-ukalarimiz telefon nomerini aytib o'taman, ya'ni WhatsApp ulangan rossiyskiy nomerda deydi. Mana shu mashinning egasini WhatsApp aka ayting. 999 220 29 78 ha? WhatsApp ulangan bunga. Promo telefon nomeri ham bormi? Tojikistonda kerakda masalan. 3.0 Aka-ukalarimiz keyingi Tesil, ya'ni Tojikiston nomerini aytib o'taman. 3.0 70 67 62 20 shu raqamlarga telefon qilsangiz mashina egasiga tushasiz aka-ukalarimiz. Mashinada holatlarni sizlarga tushuntirib o'tdim aka-ukalarimiz. Biz dalshi davom etamiz syomkamizda. Aka-ukalarimiz keyingi mashinamiz xudo xolasa Opel Hatchback bo'ladi. Ya'ni qora tepa jiltlagan zarbor svetda ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz. Tayinrovkani dokumenti qancha bor aka? 1 yil bor ro'parasi. Mashinada tayinrovkasining dokumenti 1 yil bor deydi srogi. Bemalol haydayversa bo'ladi deydi. Mashinning o'zining dokumenti-chi aka? Dekabrgacha. Mashinning yiliga kelsak 97-yil bo'ladi. Ya'ni mashinamizning diskalari sakat diska. Mana ko'ryapsizlar, mashina jamshid beradi. Men sizlarga primerni ko'rsatib o'tyapman. Mashina cho'tkis, ya'ni sportivniy holatda ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz. Mashinada adresi Shartda bo'ladi. Mashinada motori 1.6 ko'rib turganingiz aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz hozir sizlarga telefon nomerini aytib o'taman, ya'ni WhatsApp qo'llagan. Aka, telefon nomerini aytib o'ting aka, faqat WhatsApp bor. 119 98 necha? 48 38 ha? Shu telefon nomerlariga WhatsApp ulangan deydi. Promo telefon qilsalaringiz ham bo'ladi aka-ukalarimiz. Biz syomkamizni xudo xolasa davom etamiz. Videomizga malol kelmasa like bosib kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Sizlarga yaxshi mashinalar chiqaryapmiz. Qo'ldan kelgancha dokumentlarni, ya'ni hammasini aytib o'tyapmiz aziz aka-ukalarimiz. Mehnatimizda zo'y ketmaysizlar degan umiddaman.